الرحمن الرحيم. الدرس التاسع، 9 درس. المدير. مدير. كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ؟ Ey shayx, qariya. Sinfingizda, ya'ni sinfingda nechta yangi talaba bor? المدرس فيه 10 طلاب جدد. Unda 10ta yangi talaba bor. المدير من أين هم؟ Ular qayerdan? A. Kulluhum min baladin wahidin. Ularning barchalari bir shahardanmi? Al-mudarris la, yo'q. Hum min biladin muxtalifa. Ular har xil shaharlardan yoki mamlakatlardan. Biladda ikkita ma'no bor. Mamlakat, shahar ma'nosida ham keladi. Minhum salasatu tullabin minal Filippin. Ulardan Filippindan 3ta talaba. Va arba'atu tullabin minal Yaban. Va Yaponiyadan 4ta talaba. Va tolibani minas Sin. Va Xitoydan 2ta talaba. Va tolibun wahidun min Maliziya. Va Malayziyadan bitta talaba. Al-mudiru afi faslika tullabun min Amerika. Sinfingda Amerikadan talabalar bormi? Al-mudarrisu na'am, ha. Fihi 7 tullabin min Amerika. Unda Amerikadan 7ta talaba bor. Al-mudiru ahum judud. Ular yangilarmi? Al-mudarris la, hum qudama. Yo'q, ular eskilar. Al-mudiru kam toliban fihi min Urubba. Unda Yevropadan nechta talaba bor? Al-mudarris fihi 5 tullabin min Ingilterra. Unda Angliyadan 5ta talaba. Va 8 tullabin min Almaniya. Va Germaniyadan 8ta talaba. Va 6 tullabin min Faransa. Va Fransiyadan 6ta talaba. Va 9 tullabin min Hollanda. Va 9ta Gollandiyadan talaba bor. Shukran ya shayx. Rahmat ey shayx. Sonlarga tegishli qoida mavjud. Bu yerda ko'k bilan yozilgani muzakkar va qizil bilan yozilganlari muannasga tegishli. Avvalo bilishimiz kerakki, demak mana bu yerda salasatu so'zi 3, bilamizki 3 so'zi demak bu son deb ataladi. O'zbek tilida ham shunday, son yoki arab tilida adad. Demak son. Sondan keyingi so'z esa masalan tullab, talabalar. Bu so'z sanalmish, arab tilida ma'dud deyiladi. Demak son adad, sanalmish ma'dud. Yoki son va sanalmish deb esimizda saqlasak bo'ladi. Xuddi shu tariqa muannaslarda ham demak salasu va tolibatin sanalmish. Endi qoidaga kirishamiz inshaalloh. Bu yerda faqatgina 3 va 10 orasidagi sonlar haqida gap ketadi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sonlariga tegishli qoida. Demak bildik. Son va sanalmish nimaligini bildik. Avvalo demak muzakkarda birinchi qoidasi jinsda teskari bo'ladi. Ya'ni bilamizki tullab
muzakkar talaba, yigit talabalar. Salasatu esa muannas shaklda kelyapti. Qayerdan bilamiz? Mana bu harfdan bilamiz. Salasatu, salasu emas. Demak, sanalmish muzakkar bo'lsa, son muannas bo'ladi. Xuddi shuningdek, sanalmish muannas bo'lsa, son muzakkar bo'ladi. Faqat 3 va 10 orasidagi sonlarda, boshqa joyda emas. Keyingi ikkinchi qoida sanalmish ko'plik bo'lib keladi. Mana ko'ryapmizki, 3 va 10 orasidagi sonlar orasida sanalmish ko'plik bo'ladi. Tullab, tolib emas. Xuddi shuningdek, muannasda tolibatin emas. Va yana sanalmishning oxiri kasralik bo'lib keladi. Mana bu yerda, mana oxiri kasralik. Tamom, mana shu oxiri kasralikni grammatikada, nahvda jar deyiladi. Inshaalloh bu haqda yana kelajakda gapiramiz. Asosiy qoida mana shu. Demak, takrorlaymiz. 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlar jinsda teskari bo'lib keladi va sanalmish ko'plik va oxiri kasralik bo'lib keladi. 66-beyt mashqlar. Salasatu tullabin. 3 ta talaba. Demak, buni qoidasini o'rgandik. Tullab muzakkar bo'lganligi sababli son muannasda kelyapti va tullab ko'plik va jar, ya'ni kasra, oxiri kasrali bo'lib keladi. Arba'atu tullab 4 ta talaba. Xomsatu tullab 5 ta talaba. Sittatu tullab 6 ta talaba. Sab'atu tullabin 7 ta talaba. Samaniyatu tullabin 8 ta talaba. Tis'atu tullabin 9 ta talaba. Ashratu tullabin 10 ta talaba. Bu yerda faqat muzakkar so'zlar kelgan. Inshaalloh keyingi darslarda muannaslari ham keladi. Indi xomsatu kutubin. Menda 5 ta kitob bor va salasatu aqlam va 3 ta qalam bor. Xolidun lahu sittatu abna'in. Xolidun lahu so'zi, Xolid unda bor demaymiz. Xolidda 6 ta o'g'il bor. Kam axon laki ya Amina. Ey Amina, sening nechta akang bor? Li arba'atu ikhwa. Mening 4 ta akam bor. Yoki menda 4 ta aka bor. Fil usbu'i sab'atu ayyam. Bir haftada 7 kun bor. Kam riyalan indaka al-ana ya Ammar. Ey Ammar, hozir senda qancha riyal bor? Indil ana 8 riyalat. Hozir menda 8 riyal bor. Fi hadal hayyi 9 buyutin jadidatin. Bu mahallada 9 ta yangi uylar bor. Li hadhihi sayyarati 4 abwab. Bu mashinada 4 ta eshik bor. Kam thamanu hadal kitab? Bu kitobning narxi qancha? Thamanuhu, uning narxi 7 riyalatin va nisf. 7,5 riyal. Nisf yarim degani. Mana shu uslub ishlatiladi. Demak, va ham o'rtada qo'shilib keladi. 7 riyalatin va nisf. 7 va yarim. 7,5 o'zbek tilida. Fi hadal fasli 10 tullabin qudama va 4 tullabin judud. Bu sinfda
o'nta eski talaba va to'rtta yangi talabalar bor. Kam qamisun indaka ya Ibrohim? Ey Ibrohim, senda nechta ko'ylak bor? Indi samaniyatu qumson. Menda 8 ta ko'ylak bor. Indi riyalani va xomsatu qurush. Menda 2 riyal va 5 qirsh bor, ya'ni tanga bor. Menda 2 riyal va 5 tanga bor. Fi hadhihil hafilati 10 rukkabin. Bu avtobusda 10 ta yo'lovchi bor. Rukkab yo'lovchi, hafila avtobus. Keyingi mashqqa o'tamiz. Kam kitaban indaka? Senda nechta kitob bor? Masalan, 3 ta demoqchi bo'lsak, indi thalathatu kutub. Menda 3 ta kitob bor. Mashqlarga o'tamiz. Kam axon laka ya Hamid? Ey Hamid, sening nechta akang bor? Aytamizki, menda demak jonli bo'lganligi sababli la bilan kelyapti. Inda bilan emas. Li deymiz. Menda bor. Menda 5 ta akam bor. Li xomsatu ixvatin. Mana shunday tarzda aytiladi. Keyingi mashq, mashq ikkinchi qismi, demak, kam amman laki ya Layla? Ey Laylo, sening nechta amaking bor? Li 4 ta deymiz. Arba'atu, demak, sanalmishni ko'pligida aytamiz. Arba'atu a'mamin. Xuddi shu tariqa boshqalarni ham davom etamiz va ustozga ko'rsatamiz inshaalloh. Keyingi mashqlar mana bu so'zlardan foydalanib o'zimizdan sonlarni qo'yib gap tuzamiz. Masalan, 3 ta kitob demoqchi bo'lsak, qanday bo'ladi? Salasatu kutubin. 4 ta qalam. Arba'atu aqlamin. Va hokazo shu tariqa inshaalloh bajaramiz. 68-betga o'tdik. Al-kalimatul jadida, yangi so'zlar. As-samanu narx, ar-riyalu riyal, Saudiya puli. Riyalat ko'plikda. Al-hafilatu avtobus, hafilatun avtobuslar. As-sualu savol, as'ilatu savollar. Al-baladu shahar, biladun shaharlar. Uruba Yevropa. Al-yawmu kun, ayyamun kunlar. Al-qirshu tanga, qurushun tangalar. Rokibun yo'lovchi, rukkabun yo'lovchilar. Qodimun eski, qudama eskilar. Al-jaybu cho'ntak, juyubun cho'ntaklar. Almaniya Olmoniya, Germaniya. Faransa Fransiya, Hollanda Gollandiya. Muxtalifa har xil,